Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Gvardiola Manchester City'dan ketgan taqdirda faoliyatidagi asosiy maqsadini ochiqladi. Josep Guardiola joriy mavsum yakunida Manchester City bosh murabbiyi lavozimini tark etishi mumkin. Touchline nashrining ma'lumotlariga ko'ra, Manchester klubidagi faoliyati yakunlangach, ispaniyalik mutaxassisning bitta orzusi qoladi. U ham bo'lsa jahon chempionatida g'alaba qozonish. Guardiola aynan bir aniq terma jamoani boshqarishni maqsad qilmagan. U xalqaro maydonda raqobatbardosh bo'la oladigan, istalgan kuchli terma jamoa bilan ishlashni xohlaydi. Josep Guardiola 2016-yildan beri Manchester City'ni boshqarib kelmoqda. Uning qo'l ostida shaharliklar 18 ta sovrinni qo'lga kiritishdi. Ular orasida 6 ta Angliya Chempionligi va Chempionlar Ligasi g'olibligi bor. Ispaniyalik mutaxassisning Manchester City bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar mo'ljallangan bo'lsa-da, uning kelajagi borasidagi mishmishlar tinmayapti. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.